Bugun diskotekaga boramiz, xo'pmi? So'ruv davay boramiz. Hey, nima shovqin orqada? Bo'l chiqqanda gaplashamiz. Oldu. Bola oldimi? Davay og'ayni, davay. Mana qonlaring. Ertaga imtihonni nima qilamiz? Imtihon? Kayf qilsalaring-chi, mana qo'yaman. Davay. Men ketdim qizlar oldiga. Xo'sh, nimaga imtihonga kelmadilaring? Uydagilarim zominda edi. Ko'rgani boruvdik. Qaytayotganda balon teshilib mashina to'xtab qoldi. Keyinchi Ahvolimizni qarang, hech kim yordam bermadi. Peshkom kelishga majbur bo'ldik. Shunga qayta topshirishga 2 kun muhlat bering, domla, biz Tailand kelamiz. mayli, sil aytgancha bo'la qolsin. Domla, biz imtihonga tayyormiz. Hech bo'lmasa imtihonga soqollaringni olib kelsalaring bo'lmaydimi? Domla, endi modasi shunaqa-da. O'rgildim sallani modingdan, aqllilar. Tayyor bo'lsalaring, imtihonni alohida xonada topshirasanlar. Savol bitta dona. Shunga javob bersang, imtihondan o'tasan. Balonni teshilib to'xtab qolgan mashinani Aynan qaysi baloni? Teshilgan edi. Yolg'onning umri qisqa bo'ladi. Salla o'qiyotgan kitobni biz yozganmiz. Student